DNK test topshirdim. Test natijalaringiz bo'yicha ajdodlaringiz tarixi, ularni qanaqa kelib chiqqanligi va qanaqa qilib Markaziy Osiyoga ko'chib kelganligini bilsangiz bo'ladi. Test to'g'rog'im emas, opam topshirgan, lekin tug'ishgan opa-singillarda natija bir xil bo'ladi. Xullas, bitta idishaga biomaterial, ya'ni so'lak yig'ib berar ekansiz. Natijasi menga juda qiziq tuyuldi. Xullas, mana ajdodlarim gruppasi 30 ming yil oldin paydo bo'lgan ekan. Eslatib o'taman, hozirgi odam 300 ming yil oldin paydo bo'lgan deb taxmin qilinadi. Ajdodlarim vatani esa Janubiy Sharqiy Osiyo, ya'ni Tailand, Vyetnam, Malayziya va Janubiy Xitoy territoriyasi. Neman shu taraflarga tortadi desam, test bo'yicha ajdodlarim gruppasiga tegishli bo'lgan odamlar qarindoshlarim yarmi Tailand, Laos, Kambodjada, 20-30% Vyetnam, Malayziyada, 15% Janubiy Xitoyda, 5% Filippin, Indoneziyada va bor yo'g'i 1% gina qismi Uyg'ur, Qozoq, Tojik, o'zbeklar orasida ekan. Endi qanaqa qilib O'zbekistonga kelib qolishgan? 20 ming yil oldin ajdodlarim bir qismi vatanidan g'arbga, Himolay tog'laridan, Tibet platosidan o'tib, Markaziy Osiyoga ko'chib kelishgan ekan. Hech qachon tarixni bunchalik yaxshi ko'rmagan edim.